привет, men qadrli любимчиklarim. Farg'onaga kelgandan keyin sochimni bo'yattiraman deb yurdimda umuman vaqtim bo'lmadi. Salonga bordim, salonda ham vaqtim bo'lmadi. Faqat kiprik ektirdim xolos. Shu uchun домашний ravishda o'zimning singlim sochimni bo'yashga tushib ketdi. Birinchi kornisini bo'yadik. Keyin bo'lsa dlinasini bo'yaymiz deb oksid qo'shib, kraskani qarasak suyuq bo'lib qoladi. Yana disha qo'shamiz deb kraska qo'shikda aralashtirsak, qarasak rangi boshqacha edi. Mayli surkab qo'yavering dedim. Surkab qo'ygandan keyin 20 minut turish kerak edi. Men 1 soat o'tirdim telefon titib, shu bilan singlim so'kdi. Rangi o'zgarib ketadi, yuvib chiqing deb bir amallab yuvib ham chiqdim. Bu bizni buzilib ketayotgan hammomimiz buzilishidan oldin videoga tushib qolsin dedim. Singlim suv quyib berib turdi, boshimni yaxshilab yuvgandan keyin makiyajlarimni o'chirib olay deb sразу betlarimni yuvishni boshladim. Pokolivkalarimni o'chirib, asl basharam o'ziga kelgandan keyin singlimga iltimos futbolkani yuvib bering, ertaga Toshkentga ketyapti, kiyib ketaman desam bo'pti, xo'p deb yuvib berdi. Keyin bo'lsa ko'chaga chiqib shu gulchalar ko'rib qoldim, asalligini. Singlim bo'lsa futbolkamni chayqab berdi. Men bo'lsa uyga kirib boshimni quritishni boshladim. Sizlar xursand qiladigan bitta gap aytayim, bilmadim niyatinglar ketganmi, qarg'aganmisizlar, yaxshi niyat qilganmisizlarmi bilmayman, lekin sochim rangi bu safar to'qroq chiqib qopti. Lekin o'zimga ham juda yoqdi. Singlim uchun tajriba quyonchasi bo'ldim. Tajriba quyonchasi bo'lganda ham juda ham xursand bo'ldim. Sochim rangini qaranglar, qanaqa takko chiqdi. Kommentda fikringlarni yozib ketinglar o'rtoqlar. Yarashganmi yoki yo'q?